Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 10 ayının 18 günü düşənbə. Həmmіңlarga bu vaxt xeyirlik bolsun. Aziz görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. Amerika Tashqi ishlar ministrligining iqtisodiy yordami va Dunya Uyg'ur qurultiyining o'rinlashtirishi bilan 14 oktyabr Berlindagi mashhur Aleksandr maydonida boshlangan Uyg'urlarning ovozi nomli rasm ko'rgazmasi 17 oktyabr kuni muvaffaqiyatli oxirlashdi. Ko'rgazmaning tunji kuni atiganda Germaniya parlamentining a'zosi Michel Brad apandi ko'rgazma uchun qurilgan Uyg'ur erkinlik chidiriga kelib, Dunya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa boshchiligidagi qurultoy xodimlaridan hol so'rash orqali o'zining Sharq Turkiston xalqiga bo'lgan qo'llashini bevosita ifoda qildi. Dünya xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti Berlin sho'bisining raisi Stefan Apandimi 4 kun davom qilgan ko'rgazma jarayonida har kuni chidir qurish va ko'rgazmani yerlik ommaga tushuntirish faoliyatiga boshdan oxiri to'liq qatnashib, qurultoy rahbarlarini cho'nqur ta'sirlantirdi. Berlindagi Aleksandr maydonida ko'rgazma boshlangan 14 oktyabr tushdan keyin Amerikaning Berlindagi elchixonasining Amerikada aktiv faoliyat olib berayotgan Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Ravshan Abbos xonimning vatanda begunoh tutqun qilinib qamoq jazosiga hukm qilingan hadisi doktor Gulshan Abbosning hayoti aks ettirilgan Mening Hadam Nada nomli 75 minutlik hujjatli filmning qo'yilish murosimi o'tkazildi va Uyg'urlarning ovozi nomli rasm ko'rgazmasining bir bo'limi murosimga qatnashgan yuqori darajalik arboblarning diqqatiga taqdim qilindi. Amerikaning Berlindagi vaqtliq bosh elchisi Clark Pressning riyosatchiligida o'tkazilgan murosimga Amerika elchixona xodimlari, bir qism davlatlarning diplomatlari, Amerika va Yevropa ellaridan kelgan kishilik huquq faoliyatchilari, Dunya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa, qurultayning bosh taftishi Abdul Hakim Idris, Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Ravshan Abbos qatorliqlardan bo'lib 100 ga yaqin kishi qatnashdi. Film qo'yish murosimi Dolqun Aysa va Ravshan Abbosning ichilish nutqi bilan boshlandi. Mening Hadam Nada nomli hujjatli film yig'in qatnashuvchilarini cho'nqur ta'sirlantirdi. Dolqun Aysa apandi murosimda qilgan ichilish nutqida xalqaro jamoatchilikning shuncha kuchli besimiga va Amerika boshchiligidagi G'arb demokratik ellarining va Yevropa birligining Xitoyga qarshi yurgizgan jazo va embargolarga qaramasdan mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistondagi jazo lagerlari va majburiy emgak tuzimining, shundaqla Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqqa qaratayotgan irqiy qirg'inchiligining hozirmi ham izchil davom qilayotganligini, shunga Xitoyning bu xil jinoiy qilmishlarini to'sib qilish uchun xalqaro jamoatchilikning yanada unumli chora tadbirlar haqida jiddiy izlanishining to'liq zarurligini alohida ta'kidlab o'tdi. Uyg'urlarning ovozi nomli rasm ko'rgazmasi ichilayotgan 15 oktyabr kuni Markaziy Washingtondagi Kommunizm qurbonlari xotira fondining iqtisodiy yordami va Uyg'ur harakati tashkilotining uyushtirishi bilan Berlindagi Uyg'ur yosh aktivistlarni tarbiyalash kursi ichildi. Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Ravshan Abbos xonimning bevosita riyosatchiligida 2 kun davom qilgan kursga Germaniya, Gollandiya, Turkiya, Kanada va Amerikadan bo'lib 20 nafarga yaqin kursat qatnashdi. Kursatlarga Uyg'ur davosining xalqarodagi yangi yuzlanishi, xalqaro munosabat, xalqaro qonun, diplomatiya va siyosiy bilimlar haqida maxsus leksiyalar berildi. Gollandiyadagi lager shohidimiz Qalbinur Sidiq xonim alohida taklif bilan mazkur kursga qatnashib, kursatlarga o'zining lagerdagi sarguzashtalarini va Xitoyning lagerlarda yurgizayotgan vahshiy jinoiy qilmishlari haqida doklad berdi. Mazkur kursning ichilish murosimiga Dunya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa, muavin raisi Farhat Yo'ronqash, qurultayning bosh taftishi Abdul Hakim Idris, muavin bosh taftishi Farhat Yaqub, qurultay fondining raisi Abdujalil Ahmad, qurultay Berlin ishxonasining direktori G'ayur Qurbon qatorliqlarni qatnashib kursatlarimizga madad berdi. Dolqun Aysa apandi kursning ichilishida qilgan so'zida yoshlarimizga xitoban mundoq dedi. Bugun Germaniyaning poytaxti Berlinda qaysinlar bilan yig'ilib Uyg'ur harakati tarafidan o'rnashtirgan bu seminarda birga bo'lganligimdan men sizlarga xursand qilaman. Mana 2-3 yil jarayonida mutaxassislardan Uyg'ur davosini xalqaroda qanday kuchlantirishning taktikalari haqida ma'lumot olasizlar. Ularning tecrübelerini size sözlep verdi. Bu fırsatlarını yaxshi tutup, çim tutup, gelecekte Uyghur davasını hep bardıgan yaş nesiller size. Müştü yaxshi uygan sanlar, gelecekte bana bizde bu işini Kıvattallah, Meylimen, Bulay, Ruşen olsun, Ferhat olsun, Abdülkim olsun, başka dostlar olsun. Hepimiz bu işini sizlerle okşaş terbiye görüp kılmagan. Özümüz yıkılıp kopap yürüp, emili tecrübelerden takip gelgen. Şunun için nurgun kıyınçılıklarga, nurgun müşkilatlarga duş kelgan ve Uyghur deydiğen bu isimni dünya bilmeydi. Bilmegenlik için bizden bu davanı ettirişimiz nayet müşakkatli bir basışlarda ötküzgen. Ama bugün size hem teleylik hem iktidarlık bizi qarağa vaxtıda bu davanı nayet yüksek bir seviyede paralayışla şu halka muhitmi şekillendi hazır. Çünkü dünyanın her gibi basak, meyli metbuatlardan olsun, hükümetlerden olsun, xalqaro jamiyatlardan bo'lsin Uyg'urlarning üstüne yüksek bir
hissdaşlıkni qo'llashning borligini va ishlarning echilganligiga shohid emanlar. Her günsi Uyg'urlar haqida yüzlerce maqolalar, her xil tillarda, onlarca maqolalar chiqyotidu. Bu mu sizlar uchun bir avantaj, yani ortiqchilik. Shuningga endi mushu fursatlarni kelajakda qanday yaxshi foydalanish uchun yaxshi tayyorlik qilishinglar kerak. Sizlar bu da'voning kelajakdagi sohiblari, egalari degandek bizden burunqilar bu davoni olib keldi. Bizden burunqi bu dunyoga ketib qolgan, vafot qilib ketgan nurg'unlagan bizning liderlarimiz mushu davoni, mushu bayroqni tushirmay turib, mishalarga olib keldi. Bizlarga o'tkazib berdi. Bizlar endi uni biroz bir qadam, bir ikki qadam oldiga qilib mavjud imkoniyatlar bilan mishalarga keldik. Endi buningdan keyingi davoni texmi xalqaro o'lchamda texmi sifatli, texmi sapalık bir şekilde ettiriş sizlerning mecburiyetinglar. Mana shunday kurslar Dunya Qurultiyi 2007 yıldan başlap Uyghur yaşlarımızı, rehberlerimizi terbiyeleş programını yol koyup gelgen. Mana Uyghur hareketi sizlerle gidip yani bu faaliyetlerini uyuşturuyordu. Muşlardan hemmesinden kıymetini yaxshi bilishimiz gerek. Amerika prezidenti Joe Biden sobiq Amerika senatori va 1945-yildagi Norimberg sotining tapish amaldori Thomas DUQqa bag'ishlangan DUQ kishilik huquq markazining ochilish murosimida so'z qilib, natsistlar Germaniyasidan tortib hozirgacha insoniyatga qarshi ishlangan va ishlanayotgan jinoyatlar qatorida Uyg'urlarga selinayotgan zulmlarni sanab o'tdi. 15 oktyabr Connecticut universitetida o'tkazilgan faoliyatda prezident Biden Thomas DUQ natsistlar partiyasi amaldorlari va boshqalarning 1940-yillardagi cho'ng qirg'inchilik mezgilida sodir qilgan jinoyatlarni jazoga tortishda ko'rsatgan xizmatlarini ta'rifladi. U 6 milliondan ortiq Yahudi qatl qilingan bu qabih jinoyat va Norimberg sotidan ilingan saboqlar haqida to'xtalib mundaq dedi. Norimberg ilgari ko'rilgan voqealarga o'xshamaydi. Bu o'ch ilish emas, balki javobgarlikqa tortish edi. Faqat haqiqatni e'tirof qilgandala, dunyoning boshqa joylarida yuz berayotgan qabohatlarning takrorlanishining oldini ola olamiz. U so'zida qudratlikning gapi o'ng bo'ladigan, kuchli davlatlar ojiz davlatlarni bo'zaq qilib yoki shaxsiy huquqlarni dafsanda qilib, jazoga tortilmaydigan dunyoga qaytib ketishga bo'lmaydiganligini bildirdi. Prezident Biden yana mundaq dedi: Norimberg bizni insoniyatning razilligi va har qanday qabihliklarning qo'limizdan keladiganligini astoydillik bilan kuzatishga, keng ko'lamlik vahshiyliklar, insoniyatga qarshi jinoyatlarning tasodifiy yuz bermaydiganligini ko'rishga majbur qildi. Ular tasodifiy yuz bermaydi. Ular tanlashning, ya'ni yakki insonlar va dunyo rahbarlarining tanlashlarining natijasidir. U nutqida yana dunyoning har qaysi joylarida yuqorqidagi vahshiyliklarning arvohlarining yanada insoniyatning beshida cho'rgilab yurganligini bildirganida Uyg'urlarga selinayotgan majburiy emgak qatorliq zulmlar haqida to'xtaldi. U mundaq dedi: Biz Xinjiangdagi Uyg'urlarning bostirilishi, ularning majburiy emgak selinishi, Bermadagi harbiy hokimiyatning rohingaliklarga tutgan muomalasi, Shimoliy Efiopiyadagi fuqarolarni terror vahimasiga selayotgan osh qo'yish va jinsiy zo'ravonlikni o'z ichiga olgan keng ko'lamli ziyonkashliklardek bundaq andiza tanlashlarning kunimizda, hatto biz mushu so'zlarni qilayotgan paytlarda dunyoning har qaysi joylarida o'tirg'i chiqayotganligiga shohid bo'lmoqdamiz. Prezident Biden nutqi jarayonida bu xil jinoyatlarga sherik bo'lib qolmaslik uchun sukut qilmaslik lozimligini bildirdi. U mundaq dedi: Bu deganlik, qachoniki bu xil zararlik o'chmanlikni anglaganimizda yoki inson qarindoshlarimizning insonsizlashtirilganini ko'rganimizda urush qiladiganligimizdan derak bermaydi. Ammo biz cho'qim buningga qarshi so'zlashimiz kerak. Dadam menga degandek, sukut qilish sheriklik. Sukut qilish sherik bo'lish demaklikdir. Norimberg shundoq aytdi: Sizning sukut qilganingiz jinoyatga sherik bo'lganligingizdir. Prezident Biden bu masalalarni dunyoning har qaysi joylaridagi do'st va raqib ellarning rahbarlarining samiga sog'anligini bildirdi va mundaq dedi: Men shuni aniq o'tirg'i qo'ydimki, hech qanday Amerika prezidenti kishilik huquq hujumiga uchraganda qo'l qo'shtirib qarab turib, o'zining qonunlik o'rnini saqlab qolaman demasligi kerak. Amerika 14 oktyabr kuni 47 davlatdan tashkil topgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining a'zoligiga qayta saylangan. Bu Amerikaning 2018-yili sobiq prezident Trump davrida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashidan chekinib chiqqan 3 yildan keyin tunji qitim mazkur xalqaro organga qaytishidir. Ma'lum bo'lishicha 14-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'inidagi ovoz berishda Amerika 193 davlat va rayondan 168 ning qo'llashiga erishib, kishilik huquq kengashining a'zoligiga qayta saylangan. Prezident Biden shu munosabat bilan payshanba kuni e'lon qilgan bayonotida ayollar, qizlar
ham jinsliklar, etnik va diniy asonliklarni o'z ichiga olgan barliq haq-huquqlarni qo'g'daydiganligini bildirib, biz kishilik huquqni dafsanda qilgan hukumatlarni javobgarlikka tortishni ilgari suramiz. Biz erkinlik bilan zolimlik o'rtasidagi kurashning oldingi sepida turgan faoliyatchilar, kishilik huquq qo'g'dovchilari va tinch namoyishchilarga hamdamda bo'lamiz va ularni bo'shashmay qo'llashni davomlashtiramiz degan. Kuzatuvchilarning qarashicha Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashidan o'rin olishi, Washington bilan Beyjingning hokimiyat yurgizish, qimmat qarashi, irqiy qirg'inchilik va dunyo tartibiga doir masalalardagi ixtilofining texmo kaskinlashadiganligidan derak berdi ekan. Amerika Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoyning Uyg'urlarga qarta irqiy qirg'inchilik qilganligini izchil tanqid qilib kelgan. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bosh elchisi Greenfield o'tgan hafta Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatiga sukut qilmaydiganligini aytgan. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashidan qayta o'rin olishi Dunya Uyg'ur Qurultiyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlarini va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarini alohida mamnun qildi. Chunki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi Dunya Uyg'ur Qurultiyining eng asosiy faoliyat markazlarining biri bo'lib, Amerika 2018-yili sobiq prezident Trump davrida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashidan chekinib chiqqandan keyin Xitoy o'zining bu kengashdagi ta'sirini uzluksiz oshirgan va Dunya Uyg'ur Qurultiyi vakillarining mazkur kengashning yig'inlariga qatnashishiga va yig'inda fikr bayon qilishiga izchil holda to'sqinlik qilib kelgan edi. Kuzatuvchilar Amerikaning bu kengashga qayta a'zo bo'lib kirishi bilan Xitoyning mazkur kengashdagi nufuzining zo'r darajada ojizlaydiganligini bayon qilishmoqda. Dunya Uyg'ur Qurultiyi markazi ishxonasining stansiyamizga bildirishicha, bu yil 11 oyning 13 kunidan 14 kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkaziladigan 7-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining tayyorlik xizmatlari oxirgi bosqichga kirgan bo'lib, qurultayning kun tartibi asosiy jihatdan shakllangan. Qurultayning tunji kuni, ya'ni Sharq Turkiston Cumhuriyet bayrami kuni tushdan burun Qurultay tarafidan Sharq Turkiston Cumhuriyet bayramimizni qutlash murosimi bilan birga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Uyg'urlarning mustaqillik talablari degan temada xalqaro ilmiy muhokama yig'ini va lager shoirlarining qatnashishida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Muhokama yig'iniga Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasini tadqiq qilayotgan chet ellik mutaxassislar, Uyg'urlar masalasini yaqindan qo'llab kelayotgan bir qism parlament va hukumat a'zolari, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, shundaqla matbuotlarga to'nilgan jazo lageri shoirlari taklif qilinadi. 7-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyiga 30 davlatdan saylab chiqilgan 207 nafar rasmiy vakil va 87 nafar kandidat vakilmi mazkur muhokama yig'iniga ishtirok qiladi. 11 oyning 13 kuni tushdan burun Pragda chaqiriladigan mazkur muhokama yig'ini va Sharq Turkiston Cumhuriyet kunimizni qutlash murosimi ommaga ochiq bo'lib, Chexiyaga qo'shni bo'lgan Germaniya va Yevropaning boshqa ellardagi qarindoshlarimizmi agar sharoiti yar bersa Pragga bevosita kelib qatnashsa bo'ladi. Mazkur yig'in sizlar ko'rayotgan Dunya Uyg'ur Qurultiyi tor televiziyasining YouTube va Facebook saytlari orqali naq maydondan bevosita tarqatiladi. Uyg'urlar masalasi xalqaro muhim masalalarning biriga aylangan va Uyg'ur milliy harakati tarixiy bir burilish nuqtasiga qadam qo'ygan intayin xalqaro paytda chaqiriladigan 7-navbatlik qurultayda qurultayning yangi rahbarlik hay'ati saylab chiqilish bilan birga yana milliy harakatimizning bundan keyingi yangi strategiyalik plani va yo'l xaritasi turg'izib chiqiladi. Yaqinqi mezgillardan buyon Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati bir qancha qitim Germaniyadan Chexiyaning poytaxti Pragga berib, Uyg'urlar masalasini yaqindan qo'llab kelayotgan Chexiya parlamentining bir qism a'zolari va Chexiyadagi ba'zi kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari bilan ko'rishib, bu yil Sharq Turkistonning Cumhuriyet kuni boshlanadigan 7-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining tayyorlik xizmatlari haqida muzokara ilib bordi. Shundaqla qurultay ichiladigan zal ham qurultay vakillari o'rinlashadigan mehmonxona, tamoq qatorliq masalalar haqida tafsiliy o'rinlashtirish ilib bordi. Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan stansiyamizga qilgan so'zida Pragda o'tkaziladigan 7-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining tayyorlik xizmatlarining jiddiy turda ilib berilayotganligini, Xitoy hokimiyatining hozirdan e'tiboran qurultayimizning o'tkazilishiga buzg'unchilik qilish uchun Chexiyada jiddiy harakat ilib berayotganligini va Chexiya hukumatiga bu vaqtda bisim qilayotganligini, shundoq bo'lishiga qaramasdan Chexiyadagi Uyg'urlar masalasini qo'llab kelayotgan parlament a'zolari va kishilik huquq tashkilotlarining o'zligidan safarbarlikka kelib, Dunya Uyg'ur Qurultiyiga zich hamkorlashgan holda 7-navbatlik qurultayning turli konkret tayyorlik xizmatlarini qanot yoydirayotganligini, Chexiyadagi munosabatlik hukumat organlari va Prag shaharlik hukumatning 7-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyi vakillarining Chexiyaga to'salg'usiz holda kelishi uchun diplomatik harakat ilib berayotganligini, 7-navbatlik qurultayning bexatar va tartibli holda o'tkazilishi uchun qurultay jarayonida Chexiyadagi ba'zi omonlik saqlash shirkatlaridan maxsus omonlik xodimlari kiralanadiganligini bayon qildi. Amerikadagi bir qancha nopuzliq tadqiqot markazlari ilib borgan yaqin qaroy sinashlardan qaraganda Amerika xalqining Xitoy haqidagi ko'z qarashida zo'r o'zgarish maydoniga kelgan. Masalan, Pew tadqiqot markazi 2021-yili 2-oyda ilib borgan tekshirishidan ayon bo'lishicha, Amerikadagi quramiga yetgan har 10 kishining 9i Xitoyni sherik emas, raqobatchi yoki dushman deb qaraydi ekan.
Yana 48% kishi bo'lsa Xitoyning kuchini va ta'sirini cheklash Amerika tashqi siyosatining eng muhim nuqtasi bo'lishi kerak deb qaraydi ekan. Xitoyga nisbatan manfiy ko'z qarashdagilar bo'lsa 67% ga o'rlagan bo'lib, texi 2 yil avval bu raqam 46% ekan. Amerikadagi to'nilgan Xitoy ishlari mutaxassisi Gordon Chang apandining qarashicha Amerika jamoati koronavirusidan keyin Xitoyning haqiqiy yuzini to'nib yetgan. O mundaq deydi. Amerikaliklar koronavirusining va Xitoydan kelayotgan fentanyl dorilarning o'limga sabab bo'lganligini ko'rdi. Ular Xitoyning Amerikaning sheriklari va ittifoqdoshlariga qilayotgan zo'rmikarligini ko'rdi. Xitoyning Amerikaga qarshi qilayotgan tashviqot harakatlarini ko'rdi. Mana bular kishilar uzundan buyon ko'rishni rad qilib kelgan reallikni ko'rish uchun muhim burilish nuqtasi bo'ldi. Amerika Kor analitik o'rnining quruvchisi Dr. Andres Kormo Amerikaliklarning Xitoyning harakatlariga diqqat qilishiga sabab bo'lgan eng muhim omilning koronavirusi yuqumi bo'lganligini ta'kidlab mundaq dedi. Hozirgacha 720 mingdan ortiq Amerikalik bu virus sababidan hayotidan ayrildi. Nurg'un Amerikaliklar xizmatidan ayrildi. Bu yuqumli kasal Amerikaliklarga bevosita va ajallik ta'sir ko'rsatdi. Hamda bizning Xitoy Kompartiyasining davlat ichi va xalqaro qilayotgan ishlarga texmo yaqindan diqqat qilishimizga sabab bo'ldi. Natijada Amerikaliklar u qilayotgan vahshiyliklardan va davlat boshqarishdagi xato usullaridan xabardor bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Gallup tadqiqot o'rni 2021-yil 3-oyda bo'lgan ro'y sinash natijasidan o'xshash natijalar chiqqan bo'lib, uningda Xitoyni Amerikaning asosli dushmani deb qaraydigan Amerikaliklarning soni 1 yil ichida bir qatlanib, 22% dan 45% ga o'rlagan. Hurmatli ko'ruvchilar, Yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sunduq. Keyin qitimli programmamiz ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.